Assalomu alaykum. Biz bugun mahalla reportaji dasturi orqali Toshkent shahrida joylashgan Muhammad Al-Xorozmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining faoliyati, o'quv jarayonlari, ta'lim dasturlari hamda talabalarga berilayotgan sharoitlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Jamshid aka, mana shu universitetning faoliyati, o'quv jarayonlari, umuman yo'nalishlari haqida bizga tushuncha bering. Avvalambor Toshkent Muhammad Al-Xorozmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bu yurtimizdagi o'sha raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish va unga kadrlar tayyorlash bo'yicha mamlakatimizdagi yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Aynan muhtaram prezidentimiz so'nggi yillarda oliy ta'lim tizimidagi demak amalga oshirayotgan islohotlari va tashabbuslari aynan raqamli texnologiyalar sohasida kadrlar tayyorlashni chetda qoldirmadi. Xususan, demak, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin, bu yerda yaratilayotgan demak oliy muhandislik maktabimiz yoki aytaylik Living Lab konsepsiyasi asosidagi turli ishlab chiqarish startap zonalarimiz, bular talabalarni faqat nazariy o'qitish emas, balki amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim va ularni demak aytaylik ikkinchi kursdan keyin bevosita soha korxonalarida o'zlarini faoliyatlarini amalga oshirishlari mumkin bo'lgan bir global talablar asosidagi mehnat bozoriga tayyorlab boradi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, bu qisqacha aytilganda TATU deyiladi. Ushbu TATU universiteti O'zbekistonning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasi uchun yetakchi oliy o'quv yurti hisoblanadi. Asosan axborot texnologiyalari sohasi uchun IT mutaxassislarini tayyorlash, ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish hamda axborot texnologiyalari sohasida innovatsion loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan yagona universitet hisoblanadi. Assalomu alaykum, Sherzod aka, yaxshimisiz? Mana shu universitetning jahon arenasidagi o'rni, nufuzi qanday? Shu haqida gapirib bering. Birinchi navbatda ilg'or tajriba va takomillashtirilgan ma'lum bir standartlar asosida demak ishlash kerak bo'ladi. Asosiy maqsadimiz yosh avlodni demak jahon arenasiga tayyorlab borishda hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hozirgi payt oliy ta'lim tashkilotlarini ta'lim sifatini baholash, ularni demak rivojlantirish uchun bir qator demak ishlar olib borilyapti. Muhammad Al-Xorozmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiya universitetida ham bu ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, TATUda 2025-yil ikkita xalqaro akkreditatsiyani o'tdik. Birinchi xalqaro akkreditatsiya bu EBIT hisoblanadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, EBIT tashkiloti bu dunyodagi eng nufuzli akkreditatsiyani o'tkaziladigan tashkilot hisoblanadi. Eng nufuzli. Va bizning universitetimiz aynan bakalavr ta'lim yo'nalishidagi axborot xavfsizligi yo'nalishimiz EBIT akkreditatsiyani o'tdi. Va bu hozirgi paytda agar hisoblaydigan bo'lsangiz, MDH, ya'ni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ichida ikkinchi universitet hisoblanadi. Bitta demak o'sha axborot xavfsizligi bakalavr ta'lim yo'nalishi. Yana bundan tashqari xalqaro akkreditatsiyadan misol keltiradigan bo'lsak, Germaniyaning Asiya akkreditatsiyasidan o'tdi. Bunda asosan bakalavrdagi 6 yo'nalish xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Ushbu qavatda IT laboratoriyalari, innovatsion markazlar va IT startaplar uchun qulay muhit yaratilib, talabalarning tajriba va bilimlarini amaliyotda mustahkamlash imkonini beradi. Hozir
mana binoga e'tibor beryapmiz. Yerto'lasida mana boshdan oxirigacha faqat laboratoriyalardan iborat ekan. Bu talabalarga juda ham yaxshi sharoitlar yaratilgan ekan, to'g'rimi? Albatta. Universitetimizdagi ushbu Fab Lab hamda Living Lab laboratoriyalari 2025-yilda tashkil qilingan bo'lib, aynan mana shu laboratoriya doirasida hozirgi kunda ushbu hududda 30 dan ortiq laboratoriyalarimiz mavjud. Hamda ushbu laboratoriyalarda hozirgi kunda universitetimizning kiberxavfsizlik, dasturiy injenering, iqtisodiyot, sun'iy intellekt va bir qancha yo'nalishlarda ta'lim olayotgan 800 dan ortiq talabalar ushbu laboratoriyada o'z faoliyatlarini olib boradi. Laboratoriyamiz yuqori standartlarga javob beruvchi texnologiyalar bilan ta'minlangan bo'lib, hozirgi kunda ushbu laboratoriya doirasida talabalarimiz o'zlarining startap hamda innovatsion loyihalarini g'oyadan toki aniq ishlaydigan proyektgacha olib chiqishiga hamma imkoniyatlar yaratilgan hisoblanadi. Aynan mana shu loyihalar doirasida hozirgi kunda universitetimizda yuqori texnologiyalarni ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu Fab Lab innovatsion hududi Koreyaning Kukmin hamda Koyko universitetlari bilan hamkorlikda qilingan bo'lib, hozirgi kunda bu yerda laboratoriyalardan tashqari ko'rgazmalar xonasi, miting xonalari, kutubxona hamda CNC texnologiyalarini o'zida mujassam qilgan xonalarimiz mavjud. Bundan tashqari talabalar tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalarni, ya'ni sun'iy intellektga oid texnologiyalarni test qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan hisoblanadi. Alimurod, siz hozir 4-kurs bitiruvchi talabasi ekansiz. Aynan hozirgi paytda qaysi startap loyihasi ustida ish olib boryapsiz? Ayni damda biz sun'iy intellekt bilan boshqariladigan aqlli issiqxona tizimi ustida ish olib bormoqdamiz. Bunda biz fermerlar va issiqxona egalariga qanday takliflar bera olamiz? Eng avvalo biz sun'iy intellekt bilan issiqxona haroratini boshqaramiz va tuproq namligiga qarab, uni aynan qaysi yerda namlik yuqori yoki kamligiga qarab, unga sug'orish tizimini o'zi avtomatik tarzda boshqariladigan tizim mavjud. Issiqxonani haroratiga qarab o'zi ventilyatsiya tizimlarini ishlatadi. Qo'shimcha tarzda quyosh panellarini ham ishlatganmiz. Ya'ni hech qanaqa tashqarida quvvat manbalarisiz o'zini quyosh batareyalaridan orqali elektrni jamlab o'zi mustaqil ishlay oladi va u issiqxona egasi bemalol telefoni orqali, smartfoni orqali muloqot qila oladi, ya'ni qanaqa tarzda issiqxonasi turganini va ishlayotganini nazorat qilib bora oladi. Mehriddin, mana shu universitetda oliy muhandislik maktabi ochilgan ekan. Bu tashkil qilishidan maqsad nima, vazifalar nimalardan iborat bu maktabni? O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yilda o'tkazilgan yig'ilishlarda aynan muhandislik maktablariga e'tibor kuchaydi. Aynan shundan keyin Toshkent axborot texnologiya universitetida oliy muhandislik maktabini ochish bo'yicha birinchi takliflar kiritildi va bu bo'yicha 14 tadan ortiq laboratoriyalar bizda ochildi, ya'ni soxta korxonalar bilan. Oliy muhandislik maktabining asosiy mazmuni bu tarmoq, korxona va oliygohni birlashtirish. Ya'ni ta'limda berilayotgan bilim faqatgina nazariy tus olmasa, balki uni korxona bilan bog'lash, ya'ni sohalar bilan bog'lashni o'ziga qamrab oldi. Ta'lim oluvchi talaba nafaqat nazariy ma'lumotni oladi, balki shuning bilan birgalikda korxonalar bilan birgalikda aynan amaliyotda tadbirini ham ko'rib o'tadi. Ya'ni ilmiy, amaliy stajirovkalarga borish bilan bu narsa amalga oshiriladi. Ushbu maktabda professor o'qituvchilarning malakasi qanday oshirilyapti? Umuman xalqaro hamkorlik darajasi qanday bo'lyapti? Universitetimizda rahbariyat tomonidan tashkil etilgan malaka oshirish dasturlari mavjud. Aynan oliy muhandislik maktabida yanada jahon tajribasi bilan almashish maqsadida turli xil rivojlangan davlatlarga yuboriladi. Bularga misol qilib aynan o'zim yaqin orada borgan Yaponiya davlati yoki bo'lmasa Amerika davlatida ham aynan oliy muhandislik maktabi bilan birgalikda ochilgan laboratoriyalarda yangi uskunalar bilan jihozlash yoki bo'lmasa yangi metodlarni tatbiq qilish uchun yuboriladi. Aynan hozirgi paytda bizning o'sha Yevropa davlatlari bilan olib borayotgan hamkorlik bilan demak professor o'qituvchilarimiz o'zlari ustida yanada ishlash, malakasini oshirish uchun yuborib turiladi. Ushbu universitetning alohida media markazi tashkil etilgan bo'lib, bu yerda turli tadbirlar, konferensiyalar o'tkaziladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu media markaz zamon talablariga mos ravishda jihozlangan.
telekommunikatsiya masalan radio mobil aloqa bu kabi ta'lim yo'nalishlari mutaxassisliklar yoki bu ustidagi tadqiqotlar juda ham tor doiradagi oliy ta'lim muassasalarida mavjud. Aytaylik, qo'l bilan sanoqli universitetlarda bu ta'lim yo'nalishlari bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Avvalo birinchi navbatda demak kadrlar tayyorlash masalasini ko'ramiz. Bu magistrlar, PhD'larni demak to'g'ri yo'naltirish, pedagogik faoliyatga qiziqtirish, tadqiqotchilikka qiziqtirish, bundan tashqari demak hamkor oliy ta'lim muassasalarimiz bor. Bu demak Amerikada, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Yevropaning bir qancha oliy ta'lim muassasalari, xususan Germaniya, Fransiyada bularda biz qisqa o'rta muddatli stajirovkalar o'tatamiz va magistrlik davridanoq ularni demak maqsadli almashinuvlarga jo'natamiz. Borishadi, u yerdagi sharoitlarni ko'radi, o'zlarining tengqurlari bilan ishlashadi va albatta demak kafedralarda faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarimizni biz davriy ravishda demak malakasini top 300 talik, 500 talik oliy ta'lim muassasalarida oshirib borishlarini ta'minlab turamiz. Bu orqali ham demak ilm fanga va o'sha ularni pedagogik faoliyatiga biz qandaydir o'z universitetning hissasini qo'shib, ularning shaxsiy rivojlanishi yoki umuman olganda universitetning jamoasini rivojlanishi uchun hissa qo'shib boramiz. Assalomu alaykum. Singlim yaxshimisiz, sizimisiz, ishlaringiz yaxshimi? Mana shu universitetda o'qiysizmi? Ha, shu universitetda o'qiyman. Nechinchi kurs talabasisiz? Dastur injiniring fakulteti 2-bosqich talabasiman. Keling, men sizga mikrofon tutaman. Mana shu yoshlar uchun sharoitlar haqida, qulayliklar, imkoniyatlar haqida bizga ozgina ma'lumot bering. Hozir darsdan chiqib, kutubxonaga o'qigan kitobimni topshirish va yangi kitob olish uchun kelayotgan edim. Keling, hozir sizga kitob topshirishni qonun qoidalarini o'rgatmoqchiman. Masalan, qo'limda kitob. Mana bu apparatda biz kitobni topshiramiz. Anonim kitob qaytarish bo'limini bosamiz. Bu yerda ochiladi. Kitobni qo'yamiz va kitobni qaytarishni bosamiz. Bu juda ham tez muddatlarda hal bo'ladi. Mana kitob muvaffaqiyatli qaytarildi degan yozuv chiqdi. Yana bitta kitob qaytarasizmi? Men boshqa kitob qaytarmayman. Yo'q tugmasini bosaman. Chek kerakmi? Yo'q. Va bo'ldimi? Shu tariqa kitobni topshirdim. Endi kitob olish jarayoni bilan tanishtiraman. Hozir quyidagi apparatda kitob olish jarayonini tushuntirib beraman. Birinchi tegishli joyga bizga berilgan kartochkani tiqamiz va kitobni berilgan joyga qo'yamiz. Shaxsiy kabinet bo'limiga kiramiz va kitobni olish tugmasini bosamiz. Va bunda biz olgan kitob to'g'risida ma'lumotlar chiqib keladi. Kitobni olish tugmasini bosamiz. Tayyor tugmasini bosamiz va biz kitobni olib ketaveramiz. Va bu jarayon juda ham sodda va oson hamda talabalarning vaqtini o'g'irlamaydi. Universitetda yana bir xonaga ko'zimiz tushdi. Bu yerda masofadan turib ta'lim berish yoki bironta kontent yaratish mumkin. Zamonaviy tipda qurilgan ushbu xona ham mana bizni lol qoldirdi. Ko'rishingiz mumkin, mana xonadan chiqdik va bu yerda yaxshi mutaxassislar yoki ustozlar, o'qituvchilar bu yerda ajoyib bir kontentlar yaratib, talabalarga turli imkoniyatlarni berish mumkin. Nodirjon, mana talabalar o'sha darsdan so'ng yana qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi? Ularga yana qanday sharoitlar yaratilgan? Talabalarimiz bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazishlari uchun universitetimizda 70 dan ziyod turli xildagi to'garaklar tashkil etilgan. Mana misol uchun shu xonani ham oladigan bo'lsak, axborot resurs markazimiz tarkibiga kiruvchi ushbu xona Silent Hall deb nomlanadi. Unda talabalar, professor o'qituvchilar, izlanuvchilar bo'sh vaqtida qanaqadir tinchlikda dars qilishmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam turli xil mitinglar o'tkazishmoqchi bo'lsa, aynan shu kichik xonalarimizga kirib, o'zini darsini qilib, tinchlikda tashqaridan ovoz o'tmaydigan ko'rinishda dars qilib, keyin chiqib ketaversalar bo'ladi. Xohlasangiz ko'rsatib berishim mumkin. Har bir kutubxona a'zosini shunaqa kartasi bo'ladi. Kartani tekkizgan holda xonaga kirishi mumkin. Bu yerda kuchli kompyuter, yuqori tezlikli Wi-Fi internet bilan ta'minlangan. Darsini qilib bo'lgandan keyin bemalol shu xonani qulab
ishlarini davom ettirishi mumkin. Shu ichlari ham shovqin bo'lmaydi, to'g'rimi? Ichida tashqaridan shovqin eshitilmaydi. Ichkaridagi gaplar, shovqinlar tashqariga eshitilmaydi. Ya'ni bir vaqtda o'zida 13 nafar odam, talaba, izlanuvchi bemalol o'zini darsini qilsa bo'ladi. Mirjahon nafaqat bitta, balkim ikkita davlat stipendiyasi g'olib ekanlar. Beruniy hamda Islom Karimov stipendiyasi g'olib ekansiz. Qanday erishdingiz bu natijalarga? Avvalambor rahmat bunaqa tabriklaganingiz uchun. Bizaga bunaqa sharoitlarni yaratib berish uchun o'zini hissasini qo'shgan ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Ustozlarim aytishdi, agar biz ko'proq harakat qilsak, yaxshiroq natijalarga erishmoqchi bo'lsak, bundan ham ko'proq ishlashimiz kerak deyishdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim va bu menga motivatsiya bo'ldi desak ham bo'ladi. O'zingizni o'sha startap loyihangiz haqida tushuntirib bering. Qanday o'sha loyiha ustida hozir? Biza Toshkent axborot texnologiyalar universitetida aynan IT texnologiya, zamonaviy rivojlangan texnologiya sifatida qaraydigan bo'lsak, baribir universitetga kirganimizdan keyin faqatgina o'qish bilan qolmay, ko'proq izlanishlar olib borishga harakat qildik. Talaba bo'lganingizdan keyin qanaqadir qiyinchiliklar yo jarayonlarni ko'rganingizdan oldin nimagadir yechim qidirishni boshlaysiz. Men ham aynan shu yechim uchun gapirmoqchi bo'ldim. Ya'ni startapimiz loyihasi EduFinance loyihasi, ya'ni bu nima uchun kerak bo'ladi? Bizaga inson talaba bo'ladi, xoh qaysidir kasb ishlaydigan, xohlagan kasb egasi baribir pul topgandan keyin uni boshqargisi keladi. Qayerga qancha pul sarflayotgani, kimdan olayotganini, hammasini umumiy platforma sifatida biz shakllantirmoqchi bo'ldik. Shu shakllantirganimizdan keyin bu nafaqat bizga studentlar uchun, balki ota-onalar uchun ham kerak bo'ladi. Chunki ota-onalar o'zlarining farzandlarini qanday miqdorda pul ishlatyapti, qancha ishlatyapti va ularni sarf qilayotgan joylarini ko'rgan holatda ko'ngil xotirjam va qanchalik miqdorda o'ziga kerakli pulni ishlatayotganini o'qish uchun, oziq-ovqat uchun, transport uchun sarflashini ko'rish uchun, ulardan doimiy ravishda xabardor bo'lish uchun, ko'ngillar to'q bo'lish uchun shu startapni yo'lga qo'yganmiz va bu jarayonda ketyapti va buni ham takomillashtirgan holatda universitetlarga taqdim etmoqchimiz. Yo qaysidir sohalarga aynan ota-onani manage qila olishi va bola uchun juda ham manfaatli, studentlar, odamlar hamma uchun juda ham manfaatli bo'ladigan proyekt sifatida olib o'tmoqchimiz buni. Nusratbek hozir mana shu Sensei xonasida qanday dars mashg'ulotlari o'tkazilyapti? Umuman funksiyalari nimalardan iborat? Ushbu laboratoriyamiz FabLab zonasi hududida shakllantirilgan CNC laboratoriyasi hisoblanadi. Laboratoriya tarmoq, soha, oliygoh zanjirini faoliyatini amalga oshirish doirasida shakllantirilgan. Bu yerda asosan talabalar prototiplash bilan shug'ullanishadi. Ya'ni dastlabki qurilmalarning modellarini ishlab chiqishadi. Bu yerda bizning 3D printerlarimiz bor. Kichkina, katta modellarni yasash uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bundan tashqari ishlab chiqilayotgan prototiplarining tarqatma materiallarini, ularning tashqi qobiqlari, qutilari, korobkalarini ishlab chiqish uchun, ularni reklama mahsulotlarini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan stanoklarimiz bor. Va bu yerda bundan tashqari lazerli hamda metal kesuvchi xonasida qanday dars mashg'ulotlari dastlabki ishlanmalarning funksiyalari nimalardan har qanday turdagi ko'rinish shakllantirishlar mumkin bo'ladi. Bu yerda nafaqat talabalar, balki izlanuvchilar, ilmiy tadqiqotchilar ham ishlashlari mumkin. Talabalar uchun bizda entrepreneurship yoki individual loyiha kabi fanlar mavjud. Ushbu fanlar doirasida talabalar ishlanmalarni ishlab chiqishadi, startap g'oyalarini olg'a surishadi va ular ustida ishlashadi. Albatta mentorlar bilan, ustozlar bilan birgalikda va aynan shu laboratoriyada dastlabki birinchi qadamni qo'yish uchun ishlar amalga oshiriladi. Mirzo-Ulug'bek, siz mana prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilgan Tech Award loyihasida $50,000 grant yutib olgan ekansiz. Mana shu loyiha bo'yicha bizga ma'lumot bering. Qanday loyiha o'zi? Yildan yilga O'zbekistonda aynan startap loyihalariga e'tibor juda ham kuchayapti. Yoshlarimiz, talabalar yoki bizga o'xshagan magistrlar o'zlarining loyihalarini sinab ko'rishlari uchun mana shunaqa tanlovlar tashkil etilgan. Xususan Prezident Award tanlovi 4-yil o'tkazilyapti va biz IMO ishora tili tarjimoni loyihamiz bilan loyihamizni rivojlantirish va gipotezalarimizni o'sha testlash uchun shu $50,000 yutib oldikda va endilikda butun respublikaga tatbiq qilishni reja qilmoqdamiz. Mana televideniyada yoki boshqa bir ta'lim jarayonlarida aynan
eshitishda nuqsoni bor bo'lgan insonlarni ma'lumotni yoki kontentni qabul qilishlari uchun virtual surdo tarjimoni loyihasini ishlab chiqaryapmiz. Hozirda ekranda ham sizga ko'rsatib o'tishim mumkin. Eshitishda nuqsoni bor insonlar ikki xil ma'lumotni qabul qilishadi. Birinchisi daktil alifbosida yozilgan bo'ladi. Biz daktil tarjimonni ishlab chiqqanmiz. Bu xuddi Google tarjimonga o'xshab ishlaydi va bu yerda misol uchun istalgan bir iborani yozishimiz mumkin va u bizga mana bunaqa demak imo-ishora tiliga daktil alifbosiga tarjima qilib beradi. Misol uchun mana real time ko'rsatib berishim mumkin. Yana bir marta salom yozaman. Nima yozganimga qat'iy nazar o'sha tarjima qilib beradi. Qo'shimcha funksiyalarimizda bizga lug'atimiz bor. Butun respublika bo'yicha yagona standartni joriy qilish uchun demak imo-ishora tili bo'yicha mana standart ishlab chiqamiz. Misol uchun advokat so'zi. Bu kasbiy ta'limga juda ham yordam beradi. Misol uchun birinchi marta bu so'zni imo-ishorada ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunaqa bu ota-onalar uchun ham yordam beradi. To'g'rilik o'quv ta'limidan keyin talabalarni ishga joylashtirish qanday bo'ladi? Ularni bandlik masalalari bilan kim shug'ullanadi? Demak, bizning universitetimizda aynan bandlik bilan shug'ullanuvchi karyera markazi tashkil qilingan. Bu ham bo'lsa, demak, o'sha 2025-yildagi prezidentimizning oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini kelgusida ish bilan ta'minlashga qaratilgan o'sha 61-son qarorlari ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan va bu yerda biz talabalarni nafaqat keyingi demak bitiruvchi kursligida ish bilan ta'minlash, balki ularni 2-kurs, 3-kursligidanoq o'sha korxonalardagi aytaylik sharoitlar, ularni talablari va aytaylik bitirgandan keyin qayerga borib ishlashadi. Mana bu holatlar bo'yicha ham demak talabalarga ma'lumotlar berib boramiz karyera markazida. Bundan tashqari demak talabalarni iqtidorlariga qarab o'zlarini startap g'oyalarini shakllantirish masalasi ketadi. Bu nima beradi bizga deyilsa, biz talabalarga odatda 4-kurs bo'lishganida hammamizning xabarimiz bor, ular diplom ishi yozishardi, qandaydir diplom loyihalari qilishardi. Endi talabalar hozir guruh bo'lishadi, o'sha 4 kishi, 5 kishidan iborat. Bu yerda ta'lim yo'nalishi fakultetini ham aloqasi yo'q hech qanday. Masalan, iqtisodchilar, kompyuter injiniring, sun'iy intellekt yoki telekommunikatsiyada o'qiyotgan bolalar bir guruh bo'lishadi. Ular o'zini g'oyalarini startap ko'rinishda demak ishlab chiqishadi. 4-kurs davomida ular o'zini startapini yo'lga qo'yadi. Biz bunga demak sohadan, venture kapitalistlardan boyagi mentorlarni yoki o'sha aytaylik ularni loyihalarini baholab beradigan mutaxassislarni jalb qilib boramiz va shu tariqa talabalar startaplar uchun ajratiladigan moliyaviy mablag'larni ham 4-kurs oxirida qo'lga kiritib, o'zlarining startapini mahalliy yoki global bozorga chiqarish imkoniga ega bo'lishadi. Bular endi talabalarning bandligi bo'yicha amalga oshirilgan asosiy ishlarimizdan biri. Bugun dasturimiz orqali Toshkent shahrida joylashgan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining faoliyati, o'quv jarayonlari, talabalarga berilayotgan sharoitlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Mahalla reportajini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.